Assalomu alaykum azizlar. Ana Ejvika Black Jam sorti yiliga 2 marta hosil beradi. Bugungi sana 22-iyul 2026-yil. Qishda bargini sovuq urmaydi. 1 metrga 1 metr ekiladi. Mevalari pishishni boshladi, ana terilyapti. Mana razmerlari shunaqa bo'ladi. Donlari katta bo'ladi. Mevasini kilosi 100 ming so'mdan boshlanadi. Kimga bo'ladi ishonchli ko'chatlari kerak bo'lsa, pastki raqamga Telegram orqali zakaz qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Hozir sotayotgan ko'chatlarimiz keyingi oyda meva berishni boshlaydi. Bu yil ozroq meva beradi. Keyingi yildan 4 kilodan 8 kilogacha meva beraveradi. Har bitta bayantayda shunaqa meva beraveradi. Ana bular ham sekin pishishni boshlayapti. Ba'zilari mana gullayotganlari ham bor. Bu gullayotganlari ham havo minusga o'tguncha meva qilaveradi. Qish kelguncha uzaverasizlar, har 2 kun 3 kunda uzib daromad qilaverasizlar. Shunaqa katta bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Bo'pti.